ko'rsating. Ana qaranglar, 0 benzin, 0. Uchi bo'ldi mashina, qayerga yetadi bo'ldi. Xalosga ketyaptimi hozir? Ha. Gapirsam xafa bo'lasan. Yo'q, tushamiz, nima qilamiz endi? Qadar ekan shu. To'xtamaydi bular, aka. To'xtamaydi. Trassada? Yo'q, qayerdan? Bizachi intizorlik bilan kutib o'tiribmiz, ish qilib benzin kelsin-da, aka. Biza arqon topib sudrab ketsak ham bo'lardi, lekin u ham mumkin emas ekan. Mana mash turishimiz mumkin emas ekan. Jilet kiyishimiz kerak. Yo'q. Hozir politsiya kelib qolsa shtraf qoladi. Bu birinchisi. Bor yo'g'i 5 kilometr yetmadi zapravkaga mana. Endi bitta narsa qiziq. Buni bakiga qo'yib bundan olib bo'lmaydi, bilasizmi? Hozir berarmikan men endi, aka? Galonga solib berar ekanmi endi, shunisi bor. Hozir so'raymiz endi, qani. Ko'rib turibsiz qara. Baklashga qidiryapmiz yani. Ha! Obke baklashga. Hop, bu 5 litr, tak, 1,5 litrdan 3 ta. Общий 9,5 litr benzin. Politsiya ko'rsa unga ham katta shtraf solar ekan. Shuning uchun benzin kutamiz. Keladi. Oho! Benzin keldi. Benzin keldi, benzin. Ana kelishdi-yu. Bo'ldi, xudoning yetib olamiz endi. Qatar esimga tushib ketdi, aka. Oldin safar Qatarda ham AdBlue tugab qolgan edi, yo'lda qolib ketuvdik. Lekin safar shunisi bilan qizuvdi. Aka, yoshligingizda zapravkachi bo'lganmisiz? Yo'q, mo'yishik bo'lganman. Mo'yishik. Lekin bitta gap aytaymi? Ha. Aka xabar bo'lmaysizmi? Mashina ishlab chiqaruvchi benza bakni nari tomonga qilsa yaxshi bo'lar ekan. Yo'l bo'yida juda opasli. Qochinglar. Ibo tahorating bormi? Qani zavod qil. Bismillah. Tahorat full. Qani, $500. Oh, ana. Aka, tez ketmasa hozir 500 euro shtraf to'laymiz. Surdik bu yerda. Duo qilib turganlarga ham, battar bo'lsin deganlarga ham rahmat. Safar ketyapti. O'rkitadi.